Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Jo'rabek 40 nafar ishchisi bo'lgan kichik bir jamoada ishlaydi. Har bir ishchiga yillik reyting beriladi va ularning eng zo'ri talabni ortig'i bilan bajargan bo'ladi. Ma'muriyat ishchilarning 10% ushbu reytingga erishadi deb hisoblaydi. Jo'rabek esa haqiqatda bundan kamroq bo'lishi kerak degan gumonda. U anonim ravishda 10 nafar ishchining tasodifiy tanlamasini olib, ularning reyting natijalarini tekshirib ko'rmoqchi. U tanlamadan foydalanib, 0 gipoteza bu ulush teng 0,1 va muqobil gipoteza bu ulush 0,1 dan kichik degan gipotezalarni tekshirmoqchi. Bunda P jamoasida talabni ortig'i bilan bajargan ishchilarning ulushi. Jo'rabek olgan tanlama ushbu turdagi tekshiruvni o'tkazish uchun qaysi shartlarni bajaradi? Bu yerda shartlarni so'rashyapti. Nazarda tutilayotgan 3 ta shart bor. Tasodifiylik sharti, tasodifiylik. Ikkinchi shart normallik sharti va 3-chi shart erklilik sharti. Videoni to'xtatib, o'zingiz urinib ko'rishingiz mumkin. Endi ushbu shartlarning har birini ko'rib chiqib, Jo'rabek tanlamasi uchun ular bajarilishini tekshiramiz va ahamiyatlilik kriteriyasini ishlatib bo'lishini bilib olamiz. Eslab olaylik, ahamiyatlilik kriteriyasini ishlatish uchun nimalar zarur? Bizda 0 gipoteza bor, muqobil gipoteza bor. Biz hajmi 40 ishchidan iborat bosh to'plamga egamiz. Keling chizamiz. Bosh to'plamimizda 40 ta ishchi bor. Ushbu korxonada 40 ta ishchi ishlar ekan. Undan tanlama olamiz. Jo'rabek olgan tanlama hajmi 10 ga teng. Demak, n teng 10. Keyin tanlama statistikasini hisoblaymiz. Bizning holda bu tanlama ulushi, uni biror bir P1 ga teng deb olaylik. Keyin P qiymatni hisoblaymiz. Esimizdagi P qiymat bu H0 to'g'ri degan shartdagi ushbu P1 qiymatdan kichik yoki teng natija olish ehtimolligiga teng edi. Ya'ni teng kichik yoki teng ushbu P1 tanlama hajmi 10 ga teng va H0 to'g'ri degan shartda. Va agar ushbu P qiymat oldindan berilgan ahamiyatlilik darajasi alfadan kichik bo'lsa, ya'ni P qiymat kichik alfa, masalan 5% yoki 10%, unda H0 gipotezani rad qilamiz. Chunki ushbu natijaga erishish ehtimolligi ancha pastga o'xshaydi. Va bu holda muqobilni taklif qilamiz. Ammo P qiymat alfadan kichik bo'lmasa, siz 0 gipotezani rad eta olmaysiz. Ushbu savolning asosiy maqsadi P qiymat haqida xulosa chiqarish uchun tanlama taqsimotini bilishimiz kerakligi. U normal deb taxmin qilishimiz kerak va bu ehtimollikni hisoblash uchun
ishlatishimiz mumkinmi? Shuning uchun ushbu shartlar bajarilishi kerak. Tasodifiylik, normallik va erklilik. Birinchisi tasodifiylik sharti. Va bu degani ushbu tanlanma a'zolari haqiqatan tasodifan tanlanganmi? Videoni to'xtatib, tanlanmada tasodifiylik sharti bajarilganmi? O'ylab ko'ring. Aytilishicha, u anonim ravishda 10 nafar ishchining tasodifiy tanlanmasini olgan. Demak, anonim ravishda 10 nafar ishchining tasodifiy tanlanmasini olgan. Demak, bu tasodifiy tanlanma. Demak, tasodifiylik bajarildi. Normallik shartichi. Normallik shartida muvaffaqiyatlar soni, ya'ni NP, N ko'paytirilgan P, tanlanma hajmi ko'paytirilgan bosh to'plam ulushi va muvaffaqiyatsizliklar soni, ya'ni N ko'paytirilgan 1 minus P 10 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ushbu xususiy holda ular qanday? Bizda N 10 ga teng, P 0,10 ga teng, N 10 ga teng, 1 minus P 1 dan 0,1 ayirsak, bu 0,9. Esingizda ahamiyatlilik kriteriyasida biz H0 gipotezi to'g'ri deb hisoblaymiz va 0 gipotezi bu P teng 0,1. 10 ni 0,1 ga ko'paytirsak, bu teng 1. 1 esa 10 dan katta yoki teng emas. Shuning o'zida normallik sharti bajarilmayapti. Ammo 10 ko'paytirilgan 0,9 ham 9 ga teng va u ham 10 dan katta emas. Demak, normallik sharti bajarilmayapti. Agar normallik bajarilsa, ushbu kabi hisoblashlarni amalga oshirardik. Va oxirgi shart erklilik sharti. Bu degani tanlanmadagi har bir a'zo o'zaro bog'liqmas degani. Ya'ni har birining muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizligi o'zaro bog'liqmas degani. Agar ushbu odamlardan so'rovnoma o'tkazayotganda ularni qaytarma usulda tanlaganda edi, ushbu shart aniq bajarilardi. Lekin u qaytarmagan ko'rinadi. Yoki boshqa yo'li bu 10% usuli. Agar tanlanma hajmi bosh to'plam hajmining 10% dan kichik bo'lsa, unda erklilik sharti bajariladi. Ammo bu yerda tanlanma hajmi 25% ni tashkil qiladi. Bu esa 10% dan aniq katta. Demak, erklilik sharti ham bajarilmayapti. Demak, ushbu ehtimollikni taqsimot taxminan normal deb hisoblasa, natija ishonchli chiqmasa kerak. Chunki ushbu shartlardan ikkitasi bajarilmayapti.